Assalomu alaykum hammaga. Bugun haftaning shanba kuni 27-dekabr kecha ikkita buqa bitta ot so'yganmiz. Otimiz 252 kilo kelgan, buqamiz 600 kilo kelgan. Joyimizga 700 kilodan oshiq go'sht sig'maydi. O'shaning uchun kecha otimizni maydalab finetlarga joylab qo'yganmiz. Molimiz so'yilganiga hali 10 soatdan bo'lmadi mana. Sveji go'sht. Mana hali sonlari hali issig'i ham ketmagan. Ko'ringlar go'sht qanaqa chiqqan. Juda chiroyli chiqqan. Bo'yinlarini ko'rsat. Biqinlarni ko'rsat. Biqindan hech qanaqa lahm chiqarmaganmiz mana o'zini shunda chopib qo'yganman. Videoni ko'rayotgan akalar, podpiskani bosib qo'yinglar, o'zingizlar go'sht olmasanglar ham. Kimgadir shunaqa halol go'sht, ishonchli go'shtlar kerak bo'lsa, sabab ko'p qolasizlar. Sonlarni ko'rsat. Akalar bozordan go'sht olganda sotuvchidan so'raylar, go'shtinglar halolmi, bismillah bilan so'yilganmi? Boshqa mahsulotda olganinglarda so'ramasanglar ham, lekin go'sht so'rash kerak. Chunki bu haqda oyat nozil bo'lgan. Allohning nomidan o'zgaga atab so'yilgan jonlarga harom qilingan. To'g'ri, bir xil qassoblarning asabini buzadi bu. So'rasanglar. Lekin vijdonli, aldamaydigan qassob bo'lsa, to'g'risini yetadi. Mana biz mana shu go'shtimizni so'yilishini dehqon uydan olib chiqib, boqilish sharoitlarini hammasini Telegram gruppamizga joylab qo'yamiz. Kirib ko'rsanglar bo'ladi.